Jonim. Xotinimdan ham seni ko'p yaxshi ko'raman-da. Jonim ey. Yana necha qo'shib qo'y. Alo, ey qo'rami. Subhanalloh. Telefoningni mashinani deyapti. Kimni solishasan? Kimni baqiryapsan? Solishasanmi? Alo, men senga gapiryapman. Voy onangni emga meni tinchligim buzadigan chirmishaq. Mas telefon seni telba qilib qo'yadi. Uxlatishasan yo'qmi? Berib tur. Alo, ha qizonmayali tur. Nima telefonni ajdan deyapti? Nimaga mana iplotni baqirtiryapsan? Uxlatishasanmi yo'qmi? Ko'zlaringga qo'limni tiqib olaman, meni o'g'lim boshqa aylantirmasin. Telefon qilma, mana unga. Dada, men uni sevaman. Ey, jijimiya, ishonasanmi? Bir-birlaringni ovozini eshitamaydigan qilib qo'yaman. Bash telefon chiqdi, mollari och qolyapti. Endi bir-biringni ovozini eshitmaysan, onangni Ya, o'xshatma, balab menga nima deyapsan? O'g'lim, meni qo'rqitma. Bitta telefonga unchalik quvonma. Telefoningni sindirib men o'lay, o'zim ahmoqman. Senga yangi telefon beraman o'g'lim. Meni qo'rqitma. Ya o'g'lim, bitta telefon uchun unchalik bo'lsa, mana o'zimizning Baliqchida Anova savdo markazi ichida Telhouse degan telefon do'kon bor. Maka bolam. Ashata telefon oldim Telhouse'dan. Bor ketaver. Eshitdingmi? Kirganda chap qo'lda. Ularda ikkinchi filiali ham bor. Mana kiyim-kechak bozorning oldida, yog'och darvozadan sen hamma biladi. Unga borguncha sen tiling ketib qoladi. Yurma yoqqa. Yaqinroq mashina. Voy, kim bor, qarashib qo'y. Ey, G'ulom tog'a nima bo'ldi? Bo'ldi, balo bo'ldi. Qara, o'g'limning telefonni achig'imda devorga tars otdim, sinib ketdi. Stressga tushib, soqol bo'ldi, gapirmayapti. Yordam qilmasang bo'lmaydi. Ey, yomon bo'pti G'ulom tog'a. Siz hijolat bo'lmang. Siz Telhouse do'konidasiz. Do'konimizda iPhone'dan tortib Androidlargacha aksessuarlarni aytmaysan, 500 dan ortiq turlari bor. Ey, jon bolam, menga Telhouse tanishtirma. Aka-ukalar hadingni oshimni eshitdingmi? Eshitdim, sizlarga maqtashori keldim. Bitta pasport evaziga xohlagan telefon berishasan ekan, to'g'rimi? Undan tashqari mana o'yin o'tkazishyapsan ekan. 300 ming so'mdan ortiq savdo qilsam, sharlar ishida hammasi sovg'a bor ekan. Eng katta yutuq iPhone 11 ekan, to'g'rimi? Menga taqishma urib o'ldirib qo'yman. Bo'ldi. Qanaqa telefon berdi G'ulom tog'a? Ey, yana qaytarib aytyapman. Alyo desa bo'ldi, mana sovg'a desa bo'ldi, kim chiqqanlar? Ber tezroq. O'zingni bos. Ana G'ulom tog'a iPhone 15 Pro ko'rsatingchi. Ijotom o'g'lim, kunlar isbolda g'isht qo'yib bo'lsam uzoraman. Mana o'g'lim, o'zingga kel. Mana iPhone 15. O'g'lim. Alo, yana nima mashinada turibsan? Seni deb telefonim sindi. Qayerdasan? Voy, onangni emgar, senda qala to'g'layolmayman men. Undan ko'ra gapirmagani yaxshi edi. Mashinaqalarga tezda videoni tarqatib qo'yamiz. Ijotom o'g'lim, g'isht qo'yib bo'lsam uzoraman.